Prezidentimizning 2024-yil 24-maydagi ma'muriy islohotlar doirasidagi adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi farmoni sohada bir qator ijobiy o'zgarishlar yasadi. Ushbu huquqiy hujjat asosida shahar va tuman adliya bo'limlari tomonidan tanlab olingan mahallalarda belgilangan reja asosida huquqiy mahalla loyihasi amalga oshirib kelinmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Prezidentimizning farmoni ijrosi yuzasidan mahallalardagi fuqarolarni qiynab kelayotgan ko'plab huquqiy muammolarni hal qilish yuzasidan manzilli ishlar olib borilyapti. Xususan, aholi orasida ko'p uchrab kelayotgan pensiya va ijtimoiy nafaqalarni olish bilan bog'liq muammolar Jondor tuman adliya bo'limi tomonidan o'rganilib, o'z qonuniy yechimini topmoqda. Huquqiy mahalla doirasida fuqaro Ra'no Rahimovaning murojaati ijobiy hal qilindi. Uni o'ylantirgan masala o'rganib chiqilib, Buxoro tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritildi. Mazkur ariza sud tomonidan qanoatlantirilib, fuqaroning buzilgan huquqlari tiklanishiga erishildi. Tuman adliya bo'limiga murojaat qildim. Ijobiy baholab, tekshirib, sudga ariza kiritib, ishimni ijobiy hal qilib berdilar. Qolgan shu 5 yillik stajim qanoatlantirib, tiklanib ish stajimga qo'shildi. Vobkent tuman adliya bo'limi tomonidan Panob mahalla fuqarolari yig'inida huquqiy mahalla loyihasi tashkil etilib, fuqarolarning huquqiy muammolari o'rganildi. O'tkazilgan sayyor qabulda kelib tushgan murojaatda fuqaro shaxsini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlarga ega emasligi, ushbu masalani vakolat doirasida qonuniy hal qilishda ko'maklashishni so'ragan edi. Fuqaroga qisqa fursat ichida tug'ilganligi haqidagi guvohnomasi berilishi ta'minlandi. Vobkent tuman adliya bo'limi tomonidan Panob mahalla fuqarolar yig'ini xonadonlari xatlovdan o'tkazilishi natijasida 2006-yilda tug'ilgan fuqaroning hozirgi kunga qadar fuqarolikni qayd etish hujjatlari mavjud emasligi aniqlanishi natijasida Peshku fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritilib, hozirgi kunda fuqaroning tug'ilgan haqidagi guvohnomasi olinishi ta'minlandi. Romitan tuman adliya bo'limiga birinchi sonli ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida faoliyat yurituvchi chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi Yunus Safarov tomonidan murojaat kelib tushdi. Unda o'qituvchiga ikkinchi malaka toifasi berilgan bo'lsa-da, ish haqi ushbu toifaga muvofiq to'lab berilmayotganligi bildirilgan. Sudga da'vo arizasi kiritilib, hal qiluv qaroriga asosan malaka darajasi bo'yicha ustama to'lash majburiyati yuklandi. 2024-yil Prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyatdan foydalanib, malaka attestatsiyasi imtihonlarini topshirdim va ikkinchi malaka toifasini olishga erishdim. Ammo malaka toifasi bo'yicha beriladigan ustama to'lovlar Romitan tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan to'lab berilish yuzasidan kelishmovchilikka kelib chiqdi. Bo'lim menga ustama to'lovlarini berishdan bosh tortdi. Shundan so'ng Romitan tuman adliya bo'limiga holat yuzasidan murojaat qildim. G'ijduvon tuman adliya bo'limiga ham o'qituvchi Zarina Vahobova tomonidan homiladorlik va tug'ish ta'tili uchun haq o'z vaqtida to'lanmagani hamda kechiktirilgan kunlar uchun kompensatsiya undirish yuzasidan murojaat kelib tushgan edi. Da'vo natijasiga ko'ra, fuqarolik ishlari bo'yicha sudning hal qiluv qarori bilan fuqaro foydasiga 16,7 million so'm kompensatsiya to'lovi undirib berildi. Men G'ijduvon tumanidagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida matematika fanidan dars beraman. 2024-yil 1-noyabrdan homiladorlik ta'tiliga chiqdim. Va menga dekret pullarim juda kechikib to'lab berildi. Shu to'lov masalasida adliya bo'limiga, G'ijduvon tuman adliya bo'limiga murojaat qildim. Hozirda adliya organlari fuqarolarning qonun bilan kafolatlangan huquq va manfaatlarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi faoliyatini izchil davom ettirmoqda. Xulosa qiladigan bo'lsak, prezidentimizning farmoni aholining tizimga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlayapti.